Qadrdonlar, qishda so'qotib qolmaslik uchun akalarimiz yangilik qilishibdi, ya'ni garelkani yasashibdi. Bu garelkalar asosan aqlli kotyollarga qo'yiladi. Ko'rib turibsizlar, biz zavodida turibmiz. Ushbu aqlli kotyollarda sertifikati bor, garantiyasi bor, pasporti bor. Kimda shunaqangi sifatli, ekonomishni kotyolda zo'ri kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 150 kvadratdan 200 kvadrat, 1000 kvadratgacha istilgan kotyollarni yasashib beryapti. Mana masalan, mana bu kotyolimizni qaynasini qaranglar. Suvni baloqa buloq deb qaynatyapti. Ichkani ochib bitta ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh, ushbu aqlli kotyolimiz komplegida miyasi bo'ladi, boshqaradigan stabilizatori bo'ladi va kotyol mana shu holatda bo'ladi. 150 kvadrat isitadi, rasxoti kam, narxi keladigan bo'lsak $900, 200 kvadrat isitadigan kotyolimiz $1100 va 300 kvadrat isitadigan kotyolimiz $1300, 500 kvadratga qadrdonlar $1600 va 1000 kvadrat isitadigan katta kotyolimiz qadrdonlar. Bularimiz $2500. Dastavkalar vodiy bo'yicha qolgan joylarga kelishiladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan bo'lyapti.